Test savollaridan 90% o'quvchilar o'ta olmayapti. Faqat to'g'riga harakat belgisi. Kirish taqiqlanadi. Yo'l berish belgisi. Asosiy yo'l. To'xtash taqiqlanadi. To'xtab turish taqiqlanadi. Bir tomonlama yo'l belgisi. Harakatlanish taqiqlanadi. Quvib o'tish taqiqlanadi. Bolalar belgisi. Yuqori tezlik cheklangan. Asosiy yo'l oxiri. Aylanma harakat. Tavsiya etilgan tezlik. Bu belgini nomini bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring va birinchi urinishdayoq prava imtihonidan o'tmoqchi bo'lsangiz onlayn kurslarimizda o'qishingiz mumkin. To'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada + qoldiring.